أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalomu alaykum meni mustajab duolar kanalimni kuzatib boruvchilar. Bugun men sizlarga yana bir shunday ulug' sura haqida ma'lumot bermoqchiman. Bu sura muborak Qur'oni Karimda juda ham tafsirlarida o'ta ulug' sura deb tafsir qilingan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aynan o'zlari bu surani Qur'onning 1/3 ekanligini ta'kidlaganlar, zikr qilganlar. Qarang, bu sura qanday tafsir bilan tafsirlangan. Bismillahirrohmanirrohim. Bu sura ham Makka da nozil bo'lgan. U 4 oyatdir. Bu buyuk sura mu'minlarga Alloh taoloni qanday tanishni va u zotga qanday ixlos, e'tiqod qilishni o'rgatdi. Bu sura bir guruh Makka mushriklari payg'ambar alayhissalom huzurlariga kelishib, Allohning ta'rif tafsirini qilib berishni so'rashganida o'shalarga javoban nozil bo'lgandir. Payg'ambar alayhissalom ushbu sura-i karima haqida Ixlos surasi Qur'onning 1/3dir deb marhamat qilganlar. Qarang, bismillahirrohmanirrohim. Qul huvallohu ahad, Allohus somad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallohul azim. Ey Muhammad alayhissalom, ayting, u Alloh bordir, ya'ni uning hech qanday sherigi yo'qdir. U yakka-yu yolg'izdir. Alloh barcha hojatlar bilan ko'zlanguvchidir, ya'ni barcha hojatlar undan so'raladi, ammo u hech kimga muhtoj emasdir. U tug'magan va tug'ilmagandir va hech kim u zotga teng emasdir degan ma'noni bildirar ekan. Bu surani judayam ma'nosi ham Allohni ulug'lash. Bu surani o'zi fazilatlari juda ko'p. Ubay ibn Kab roziyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, mushriklar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga: "Hoy Muhammad, bizga o'sha Parvardigoringni vas qilib berchi" deyishgan. Shunda Alloh taolo Ixlos surasini nozil qilgan. Bu sura bejizga ixlos deb nomlanmagan, chunki u qalbni riyodan, shirkdan, shak shubhalardan tozalaydi, insonning e'tiqodini to'g'rilaydi, ixlosini kuchaytiradi. Ixlosning ma'nosi faqat Allohdangina qo'rqish, u zotning o'zidangina umid qilish, u zotga yukinishdir. Hadis shariflarda Ixlos surasi Qur'onning 1/3 tengligi, bu surani bir marta o'qigan kishiga jannatda qasr qurilishi aytilgan. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan ketayotgan edim. U zot bir kishining Ixlos surasini o'qiyotganini eshitib, "Vojib bo'ldi" dedilar. "Nima vojib bo'ldi?" deb so'ragan edim. "Jannat" dedilar. Oysha roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bir kishini qo'shinga boshliq qilib jo'natdilar. U kishi namozda imom bo'lsa, har bir namozni Ixlos surasi bilan tamomlar edi. Qaytib kelishgach, sahobalar uning qilgan ishini Nabiy sollallohu alayhi vasallamga aytishdi. "Rasul akram, so'rab ko'ringlarchi, nega bunday qilayotgan ekan?" dedilar. Undan so'rashgan edi, Ixlos surasi Rahmanning sifatidir, men uni o'qishni yaxshi ko'raman dedi. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam: "Aytib qo'yinglar, Alloh ham uni yaxshi ko'radi" deb marhamat qildilar. Ixlos surasi bilan tamomlab edi. Jumlasi 2 xil izohlangan. Namozning har rakatida Zam sura o'qib, so'ng oxirida Ixlos surasini o'qir edi. Ikkinchisi, namozning oxirgi rakatida Ixlos surasini o'qir edi. Birinchi fikr kuchliroq sanaladi. Ulamolarning aytishicha, Allohning bandaga muhabbati, unga ulug' ajr-savoblar berishi, ne'matlar bilan siylashidir. Bandaning Allohga muhabbati esa Allohga ibodat qilib, uning o'zidangina yordam so'rashdir. Anas ibn Molik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir ansoriy Qubbo masjidida imomlik qilar. Fotiha surasini o'qib, keyin Ixlos surasini boshlar edi. Uni o'qib bo'lgach, boshqa surani qo'shardi.
U har harakatda shunday qilar edi. Do'stlari unga: "Sen bir surani boshlab, keyin bu yetarli emas deb o'ylab yana bir surani qo'shib o'qiyapsan. Yo uning o'zini o'qi, yo boshqasini o'qigin-da", deyishdi. U shunday dedi: "Men bu ishni tark qilmayman. Xohlasangiz mana shu surani o'qib imomlik qilaman. Xohlamasangiz imom bo'lmayman", dedi. Xalq bu kishini qavmning eng afzali deb bilar, undan boshqa odam imom bo'lishni istamas edi. Sahobalar Nabiy sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib, bor gapni aytishdi. U zot o'sha kishidan so'radilar: "Nima uchun har harakatda bu surani o'qiysan?" "Chunki men Ixlos surasini yaxshi ko'raman. Uni yaxshi ko'rishing seni jannatga olib kiradi. Qur'onning 1/3 teng sura rivoyat qilinishicha, bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "To'planinglar, sizlarga Qur'onning 1/3 o'qib beraman", dedilar. Anchagina odam to'plandi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Ixlos surasini o'qib, keyin hujralariga kirib ketdilar. Ba'zilar bir-biriga: "Menimcha bu xabar u zotga osmondan keldi, shuning uchun kirib ketdilar", deyishdi. Birozdan so'ng payg'ambar alayhissalom chiqib: "Men sizlarga Qur'onning 1/3 o'qib beraman", dedim. "Bilinglarki, Ixlos surasi Qur'onning 1/3 teng", dedilar. Abu Dardo roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam: "Birortangiz kechasi Qur'onning 1/3 o'qiy olmaydimi?" dedilar. Odamlar: "Qanday qilib bir kechada Qur'onning 1/3 o'qish mumkin?" deyishdi. U zot: "Ixlos surasi Qur'onning 1/3 teng", dedilar. Ixlos surasini bir marta o'qigan odam Qur'onning 10 porasini o'qigan kishining savobini oladi. Bir pora esa 10 varaq, ya'ni 20 sahifadir. Bir hadis sharifda Alloh Qur'onni 3 qismga bo'lgan, Ixlos surasini uning bir bo'lagi qilgan deyilgan. Abu G'olibdan rivoyat qilinadi. Tong otay deb qolganda Ibn Umar menga qarab: "Abu G'olib, namozda Qur'onning 1/3 o'qimaysanmi?" dedi. Men: "Tong otishiga hech qancha vaqt qolmadi. Hash-bash deguncha kun yorishadi. Qur'onning 1/3 o'qishga qanday ulguraman?" dedim. Shunda Ibn Umar: "Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ixlos surasini Qur'onning 1/3 teng deganlar", dedi. Ixlos surasi necha marta o'qiladi? Ixlos surasini 3, 10, 12, 50, 100, 200 va hatto 1000 marta o'qishning xosiyati haqida ko'plab rivoyatlar kelgan. Ibn Hattob roziyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga: "Kech kirganda va tong otganda Ixlos, Falaq, Nos suralarini 3 marta o'qigin. Ular senga kifoya qiladi", degan ekanlar. Bu rivoyatning tafsiloti quyidagicha. Muoz ibn Anas Juhani roziyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, Nabiy sollallohu alayhi vasallam: "Kim Ixlos surasini 10 marta o'qisa, Alloh unga jannatda bir qasr quradi", dedilar. Shunda Umar ibn Hattob: "Ey Allohning rasuli, unday bo'lsa uni yana ham ko'proq o'qiyman", dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Alloh ko'paytiruvchi, chiroyli qiluvchidir", deb marhamat qildilar. Musulmon kishining amali Allohga malol kelmaydi, banda amaldan charchamasa, dedilar. Alloh taolo uni mukofotlashdan charchamaydi. Kim jannatni qo'lga kiritishni istasa, Ixlos surasini ko'p-ko'p o'qiydi, ma'nolarini qalbiga joylab, e'tiqodini ko'z qorachig'idek asraydi. Shunda jannat yo'llanmasini qo'lga kiritadi inshaalloh. Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam: "Kim iymonli holida 3 narsa bilan kelsa, jannatning xohlagan eshigidan kirib, xohlagan hurga yo'lanadi. Qotilini kechirsa, birodarini qarzini bildirmay ado etib qo'ysa, har bir farz namozdan keyin Qul huvallohu ahadni 10 marta o'qisa", dedilar. Shunda Abu Bakr Siddiq: "Bu amallarning bittasi bilan kelsa-chi?" deb so'ragan edi. U zot: "Bittasi bilan kelsa ham", deb marhamat qildilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar: "Kim Ixlos surasini 12 marta o'qisa, Qur'onni 4 marta o'qigan, ya'ni xatm qilgan bo'ladi. Yer yuzidagilarning eng afzali bo'ladi." Bayhaqiy
Shu Abul Iymonda keltirilgan bir rivoyatda kim bomdod namozidan keyin Ixlos surasini 12 marta o'qisa, Qur'onni 4 marta xatm qilgan bo'ladi. Agar taqvo qilsa, o'sha kuni yer ahlining afzali sanaladi deyilgan. Demak, bu aytilgan fazilatlarga erishish uchun chinakam taqvo qilish kerak. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim Ixlos surasini 50 marta o'qisa, Alloh uning 50 yillik gunohlarini kechirib yuboradi deganlar. Jobir ibn Abdulloh rivoyat qilgan hadisda shunday deyilgan: kim har kuni Ixlos surasini 50 marta o'qisa, qiyomat kuni unga ey Allohni maqtovchi inson, tur, jannatga kir deyiladi. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Tabukda edik. Bir kuni quyosh boshqacha ziyo taratib chiqdi. Ilgari bunaqasini ko'rmagandik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham quyoshning ziyosiga hayron bo'lgan edilar. Huzurlariga Jabroil keldi. Nabiy alayhissalom: Jabroil, bugun quyosh o'zgacha ziyo taratib chiqibdimi? Nima bo'ldi dedilar. Jabroil: Madinada Muaviya ibn Muaviya Laysi vafot etdi. Alloh uning janozasiga 70 ming farishtani jo'natdi dedi. U zot nima uchun degan edilar. Jabroil shunday dedi: u qul huvallohu ahadni juda ko'p o'qir edi. Turganida ham, o'tirganida ham, yurganida ham, kechasi-yu kunduzi o'qir edi. Bu sura Parvardigoringizning sifatidir. Kim uni 50 marta o'qisa, Alloh uning darajatini 50 ming pog'ona ko'taradi. 50 ming gunohini kechiradi. 50 mingta hasanot yozadi. Kim bundan ziyoda qilsa, Alloh ham unga fazlu marhamatini ziyoda qilaveradi. Ey Allohning rasuli, sizga yerning masofasini qisqartirib beraymi? Muaviyaga janoza o'qiysizmi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam ha deb unga janoza o'qidilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: kim Ixlos surasini namozda yoki namozdan tashqarida 100 marta o'qisa, Alloh unga jahannamdan omonlik yozadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar: kim Ixlos surasini 200 marta o'qib, 4 narsadan, birovning qoni, moli va farjidan hamda xamirdan yiroq yursa, 50 yillik gunohlari kechiriladi. Ixlos surasini 200 marta o'qigan odamning 50 yillik gunohlari kechirilishi uchun 5 narsadan yiroq bo'lish kerak. Qarz, nohaq odam o'ldirish, o'zgalar mulkiga ko'z olaytirish, fahsh ishlar, mast qiluvchi narsalarni iste'mol qilish. Anas ibn Malikdan rivoyat qilingan hadisda kim Ixlos surasini har kuni 200 marta o'qisa, zimmasida qarzi bo'lmasa, 50 yillik gunohlari nomai amolidan o'chiriladi deyilgan. Ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim Arafa kuni zavoldan keyin shomgacha Ixlos surasini 1000 marta o'qisa, Alloh azza va jalla uning so'raganini beradi, ya'ni duosi mustajob bo'ladi. Namozda Kofirun va Ixlos suralarini o'qishning xosiyati payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bomdod namozidan oldingi 2 rakat, sunnat namozda Kafirun bilan Ixlos surasini o'qir edilar. Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kishi bomdod namozining 1-rakatida Kafirun surasini o'qidi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu Parvardigorini tanigan banda dedilar. Boyagi odam 2-rakatda Ixlos surasini o'qigan edi. Payg'ambar alayhissalom bu Parvardigoriga iymon keltirgan banda dedilar. Ibn Ma'sud roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam shom namozidan keyingi 2 rakat namozda Kofirun bilan Ixlos surasini o'qir edilar. Ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning bomdoddan oldingi va shomdan keyingi 2 rakat sunnat namozlarda Kofirun va Ixlos surasini o'qiganlarini 25 marta ko'rganman. Abdulloh ibn Umardan naql qilinadi. Tabuk g'azotida Nabiy sollallohu alayhi vasallamni 40 kun kuzatdim. U zot bomdod namozining 2 rakatida Kofirun va Ixlos surasini o'qiganlarini ko'rdim.
Bu ikki sura qanday yaxshi. Ulardan biri Kofirun surasi, Qur'onning 4dan biriga, boshqasi Ixlos surasi, Qur'onning 3dan biriga teng deganlarini eshitdim. Rivoyat qilinishicha, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vitr namozida A'lo, Kafirun va Ixlos suralarini o'qir edilar. Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhuning aytishlaricha, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Baytullohni tavof qilganlaridan keyin 2 rakat namoz o'qiganlarida ham Kofirun va Ixlos suralarini o'qiganlar. Mana azizlar, Ixlos surasini qachon, qanday qilib o'qiganda qanaqangi darajalarga erishdi payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamni o'zlari zikr qilganlar ekan. Shuning uchun sizlarga shuni tavsiya qildimki, Ixlos surasini qanaqangi buyuk sura, qanaqangi sirli, sehrli, qanaqangi bir ajoyib sura ekanligini sizlarga ma'lumotini bermoqchi bo'ldim. Sizlar ham shu ma'lumotlarga rioya qilsalaring, albatta har bir niyatlaringga yetib, kabira, sag'ira gunohlaring kechirilib, o'zlaring bir go'zal taqvo bilan, chiroyli ofiyat, chiroyli xotimalar bilan ketishda Allohim albatta nasib ro'za aylaydi. Barchamizga ilohim shunday chiroyli taqvolar, chiroyli xotimalar bersin. Shunday muborak kalomidagi, shunday muborak suralar tilimizdan, zikrimizdan, qalbimizdan tushmaydigan bandalarga aylanib, Alloh taologa yorug' yuzlar bilan boraylik. U dunyo, bu dunyomizni Alloh obod qilsin. Har bir niyatlarimizga Alloh yetkazsin. Yaxshi niyatlarimizga yetkazsin. Yomonliklardan, g'am-g'ussalardan, shaytonning shartlaridan o'zi doimo Robbim Rahman Rahim bo'lgan zot rahm shafqatini darig' tutmasdan bizlarni asrasin. Poshsho yurtimiz bilan birgalikda asrasin. Ilohi amin va robbil alamin va yo xayrun nosirin rahmatika ya arhamar rohimin. Xato nuqsonlarimni Alloh o'zing kechirgin. Allohu akbar. Men bilan amin deganlarni ham Robbim barcha yaxshi ezgu niyatlarga yetkazgin. Allohim o'zing mehribonsan, ya Karim bo'lgan zot, ya Rahman Rahim bo'lgan zot. Rahm shafqatlaringni biz ojizlaringdan darig' tutmagin. Allohu akbar.